Barselona Husanovni ijaraga olmoqchi. Manchester Cityning o'zbekistonlik markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov faoliyatini Barselonada davom ettirishi mumkin. Bu haqda Carpeta xabar berdi. Manbaga ko'ra, Kataloniya klubi yozda himoyachi sig'ini kuchaytirmoqchi. Barsa sport direktori Dekuning fikricha, Husanov klubning kelajakdagi loyihasiga juda mos keladi. O'zbekistonlik himoyachi jamoaning himoyasini mustahkamlashi mumkinligini aytmoqda. Manchester City ushbu taklifga qanday munosabat bildiradi? Hozircha noma'lum. Barselona sotib olish sharti bilan uni ijaraga olish variantini taklif qilishni rejalashtirmoqda. Eslatib o'tamiz, Abduqodir Husanov yanvarda Manchester City safiga kelib qo'shildi. U shaharliklar safida 9 ta uchrashuvda maydonga tushdi va bitta gol muallifiga aylandi. Nima deb o'ylaysiz aziz muxlis? Husanov Barselonaga o'tgani yaxshimi yoki Manchester Cityda qolgani yaxshimi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.